Paytda tana haroratini ko'tarilishi bilan kechadigan kasalliklar bolalarda ko'p uchraganligi uchun mana shu tana harorati ko'tarilganda bolalarda talvasa xuruji ko'p uchrayapti, ya'ni sudurga deyiladi. Qo'llarda, oyoqlarda qaltirash, ko'zni yuqoriga ketib qolishi, bolani bir joyga tikilib qolishi aynan isitma vaqtida. Mana shu holatda birinchi yordam nima qilish kerak? Bolani yiqilib tushmasligi uchun bitta yumshoqroq, tinch joyga yotqizib, bolani boshini yonboshlatib qo'yish kerak. Ko'pincha u holatda bola qusadi. Ana shu qusuq masalasi nafas yo'liga ketib qolmasligi uchun bolani yotqizib, boshini yonboshlatib ushlab turish kerak. Odatda 1-2 daqiqada o'tib ketadi. Endi mana shu holat o'tib ketgandan keyin ko'pincha bolalarga sudurgiga qarshi dori vositalarini berishni ko'p ko'ryapmiz. Aslida mana shu fibrilniy sudurgida, ya'ni tana haroratining ko'tarilishi bilan kechadigan sudurgi turida sudurgiga qarshi dori vositalari, ya'ni Canulex, Carbamazepin va shu turdagi boshqa sudurgiga qarshi dori vositalari berilmaydi. Chunki bu 6 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida uchraydigan xavfsiz turdagi sudurgi turiga kiradi. Bu vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan kamayib ketadi. Bolani boshqa jihatlarini, masalan, agar kamqonligi bo'lsa, kamqonligini, kalsiy yetishmovchiligi bo'lsa, uni va shunga o'xshash holatlarni to'ldirib, bolani kuch-quvvatga to'ldirilsa, o'zi o'tib ketadigan holat. Bu holatda umumiy qilib aytganda sudurgiga qarshi dori vositalar berilmaydi va ota-onalarni tinchlantirib, ularni xavotirga tushmasligini ta'minlash muhim.